Qirol va qirolicha kelin kuyov uchun atir tayyorlab beramiz. Tarixiy kun uchun tarixiy ifor. U parfyum faqat kuyovda va kelinda bo'ladi. Birinchi navbatda kechamizning qiroli kuyovimiz uchun atir yaratamiz. Kostyumda bo'lganligi sababli va to'yda kuyovimiz elegantni ko'rinish uchun muskus notasi, yog'och notasi, sandal notasi bizga kerak bo'ladi. Sababi uni juda ham boy va hashamatli ko'rsatadi. Va o'ziga jalb qiluvchi notalardan albatta Isoy Super, Natural Ambra, oq muskus bizga kerak bo'ladi. Bu insonlarni o'ziga jalb qiluvchi notalar hisoblanadi. Kelinni atirini tayyorlanish jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu videoga like bosing va obuna bo'ling.